Assalomu alaykum do'stlar. Kechqurun расскладываем. Так. Давайте erkak kishiga nisbatan bo'lsin. Uni boshida faqat sizmi yoki yana boshqa ayol bormi? Faqat sizmi yoki yana boshqa ayol bormi? Kim u inson? Meni ko'rib o'tirgan inson kim? Signifikatsiyasini ko'ramiz hozir. Meni ko'rib o'tirgan inson. Qachon menga pul yuborarkin deb kutib o'tirgan ayol. Qachon menga erim, juftim, yaxshi ko'rganim pul yuboradi deb kutib o'tirgan ayol haqida ketadi bugun gap. Uni boshida faqat sizmi yoki yana boshqasi bor? Uni boshida hozir qancha ko'p pul ishlash. Hech qanaqa ayol yo'q. Chunki boshqa ayol yo'q. Chunki tezroq pul ishlasamki, muammolarimni yopsam deb yotibdi. Orzulari ko'p. Shu orzulari uchun, kelajagi uchun ishlayapti. Rosa kurashyapti. O'zini nafsi bilan, o'zi bilan kurashib harakat qilyapti. Bu g'olib bo'lib chiqmoqchi bu situatsiyada, bu vaziyatda yutmoqchi. Kelajagini poylayapti. Kelajagi uchun ishlayotgan inson. Oilam, bolam, chaqamga. Oilasi uchun. Uzoqdan oilasiga qarab, rosa unga hozir qiyin aslida-da. Rosa ham qiyin, lekin oilasini o'ylab tezroq qaytsam, tezroq pullarni ishlab borsam deb o'ylayapti. Rosa ijod qilyapti bu tomonga. Zerikkan bir o'zi. Kesadi sizga bersa hammasini, meni kutsin deyapti. SMS yozadi hozir. U ham sizdan SMS kutib yotibdi. Yaqinda sizni xursand qiladigan yangilik yozib beradi. Sizni hamma zerikishlaringiz yopiladi. Chunki bu hammasi nadumannida. O'zingiz o'ylab chiqazigan. Чтобы menga e'tibor bersin deb yozmay o'tirib kutganingiz. Bemalol yozing, bemalol ochiq inson bu. Xafa bo'lmang. Ish bilan faqat band. Bitta ham ayol chiqmadi. Hozir siz chiqsangiz, men kimligingizni aytaman sizga bo'lgan munosabatim. Kelajagingiz uchun, birga bo'lish uchun ishlayapti. Boyligingiz uchun ishlayapti. Aytyapman-ku, faqat oilam, bolam, chaqam degan inson. Juda ham zo'r odam keldi bugun. Sog'inadi, juda ko'p sog'inib. Insonning holati juda qiyin, sog'inchi kuchli. Shunchaki emas, pul yig'ib, sovg'alar bilan kelmoqchi oilasiga. Sevadi, вообще yaxshi ko'rishadi. Siz bo'lsa-chi, siz yaxshi ma'noda jo'tgar ayolsiz. Bekorga qiziqmaysiz tarix psixologiyaga. Sizlar ekkalaylar hamda. U ham siz ham ozgina kuchinglar bor, shunaqa oldindan biladigan, ko'p narsani sezadigan, juda ham olov ayol, olov erkak, juda zo'r para keldi oldimga. Sevadigan, ayolni sevadigan. Lekin siz ikkilanasiz faqat. Ikkilanmang.
qiyin unga siz hozir, lekin iloji boricha tezroq qaytay deb ishlayapti. Давайте sizga sovet so'raymiz. Kartalardan. Пожалуйста. Дай совет. Человек, который на нас смотрит. Bizni ko'rayotgan insonga maslahat ber. Aqlingizni ishlating, donoligingizni ishlating. Tanlov bo'lganda doim juftingizni tanlang. Yaxshi ko'rgan insoningizni, pul topgani ketgan insoningizni eslang. O'zingizni kuchingiz ustida ishlang. O'zingiz yaxshi ko'rgan ishingizni qiling. Kuchga to'ling. Yaxshi ko'rgan ishingizni shug'ullanib, sekin-sekin bo'lsa ham pulga chiqing. Tez pul ishlab kelishni o'ylayapti, yaxshi ko'rgan oilasini oldiga kelishni o'ylayapti. Qanchalik tez bo'ladi? Qanchalik tez keladi? Tez keladi desa, qarang qanaqa karta tushdi. Juda ham tez keladi. Yaxshi ko'rgan ayoliga qarang, shunchalik sizni sog'ingan, asboblar yonib ketganda shunchalik sog'inibdi sizni. Keladi yaqinda. 6 kun, 6 hafta, 6 oy ichida. E'tiboringiz uchun rahmat. Inshaalloh foydali bo'lsin bu rasklad sizga. Rahmat e'tiboringiz uchun.